Argentina PDPI qisqacha va muhim jihatlar. Qonun nima uchun bor? Argentinada maxfiylik jiddiy masala. 1994-yilda konstitutsiyasida bor. 2000-yilda PDPI qabul qilingan. Bu Janubiy Amerikadagi eng eski privacy qonunlaridan biri. Eski, shuning uchun hozir GDPRga o'xshatib yangilashga urinishyapti. Qaysi ma'lumotlar himoyalanadi? Shaxsiy ma'lumotlar. Aniq yoki aniqlanishi mumkin bo'lgan shaxsiy yoki yuridik shaxsga tegishli har qanday ma'lumot. Kompaniyaga oid ma'lumot ham personal data bo'lishi mumkin. Kimlarga tatbiq qilinadi? Argentinada kim shaxsiy ma'lumotni qayta ishlasa, kompaniyami, tashkilotmi farqi yo'q. Qonun asosan faqatgina Argentina ichida ishlaydi. LGBT yoki GDPRda kuchli emas. Ta'siri doirasi kuchli emas. Fuqarolarning asosiy huquqlari ma'lumot egasi quyidagilarni talab qila oladi. Ma'lumot nima maqsadda yig'ilganini bilish, kim qayta ishlayotganini bilish, qayta ishlashni rad etish, ma'lumotni ko'rish, tuzatish yoki o'chirish. Oddiy qilib aytganda nima uchun va qachongacha saqlayapsan? Kompaniyalar nima qilish shart? Maqsadni oldindan aytish, ma'lumotni faqat o'sha maqsad uchun ishlatish, maqsad tugasa ma'lumotni yo'q qilish, xavfsizlik va maxfiylikni ta'minlash. DPO tayinlash majburiy emas. Kim nazorat qiladi? Agency for Access to Public Information. Jazolar qanday? Qoidabuzarlikka qarab jarima. Maksimal jarima 5 million Argentina pesosigacha, bu taxminan $81,000. Bir jumlalik xulosa: Argentina PDPI kuchli huquqlar beradigan, lekin eski va hududiy cheklangan privacy qonuni. Shu sababli hozir uni GDPR darajasiga olib chiqishmoqchi.